Bu chiroyga e'tibor bermasangiz bo'lmaydi. 701 Li9 polniy kuzov vitsindan urildi. Bunisi ham 701 polniy kuzov vitsindan urildi. Voy, bunisi ham akalar 701 polniy kuzov vitsindan urildi. 210 mikronligi bitta oiladan kelgan. Xullas, postga prosta kiringlar. Mehr ko'zdan akalar. Havas qildim ochuvga, havas. Gap yo'q ekan. Bu gapni sizlarga aytmasam bo'lmaydi. Bitta oiladan 3 ta mashina keldi. Kimniki deysizmi? Bittasi akalarniki, ikkinchisi ukalarniki, uchinchisi onalarniki. Mana mashinaga mashinada bir xil qilib haydab yurish hammaga nasib qilsin. Agarda siz aka bo'lsangiz, shu videoni ukaga jo'natib qo'ying. Uka bo'lsangiz, akaga jo'natib qo'ying. Ana qarang, bu yoqda ham 701, bunisi ham 701, bunisi ham 701 da. Menimcha aka-ukalar bir xil yuramiz deb yoshlikdan niyat qilishgan. Akalar, nima deyman? Uchalasiga ham vitsin poliuretan plyonkasidan urilgan, krugovoy tonirovkalargacha urilgan. Uchalasiga ham bir xil moyda, valvali moydan quyib berdi. Inshaalloh mashina tap-tayyor, yaltirab turibdi. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Xursandchiligimdan aytaman, akalar, hammaga nasib qilsin. Ish jarayonini prosta bitta ko'rib olamiz. Aka-uka urushishi mumkin, ammo dushmanlashmaydi. Talashishi mumkin, biroq begonalashmaydi. Akaga bir tikan kirsa, ukaning yuragi og'riydi. Ukaning ko'zidan yosh oqsa, aka faryod qiladi. Akani nohaq azoblasalar, uka aslo tinch o'tira olmaydi. Uka och bo'lsa, aka to'q yura olmaydi. Aka xato qilsa, uka joni kuyganidan tanbeh beradi. Uka zafar qozonsa, akaning faxri osmonda yetadi. Mo'minlar ana shunday bo'lishadi. Nexia 1 ga bolalar mehr berishyapti. Polirovka, keramika bo'lyapti. Bu yog'ini qilib qo'yishgan, bu yog'ini qilishmagan. Mana bunda yaxshiroq ko'rinadi. E'tibor bilan qaraysiz. Endi bu yog'ini bitta ko'ring. Bijivo yotib ko'ryapsizmi? Mana tizilib yotibdi. Xullas bitgandan keyin farqini bitta ko'rsating. Mana o'yish uchun ko'rsangiz bo'ladi. Qoravoy bo'ladi mashina inshaalloh. Bu yoqda night paketga olib qo'yganmiz, Range Rover, monitorlarni qo'yib beramiz. Bu yoqda 300 ga tam qora vitsinni 190 mikronligidan urilyapti. Qarang, mashinangiz qanaqa qorayib ketdi, aka. Mana bu yog'iga urilmagan. Zavodskoy ko'kimtirroq rang. Bu yoq o'sha tam qora. Xullas orqa buffer guruyorsa bo'ldi. Bizda shunaqa gaplar akalar.